Qo'rsaqdagi homila onning qo'rsqiga taraf qilib qo'yish ehtimolligi bormi? Qo'rsqingizdagi kichik totoq, da sizning opangizning qo'rsqidagi 10 oy ichida yashash va o'sib yetilishga bog'liq uzuqlik ilmiyatlari. Bevosita sizning qoningizga eqib kiradigan o'rin. Lekin siz boshchi pardasi ichidagi suyuqlikni laylab turganda bu yepiq bo'shliqda sizning kichik taratingiz va cho'ng taratingiz bor yo'qligini o'ylab boqdingizmi? Birinchi masalaga nisbatan javobi aniqli bor. Hamda 4 oylik bo'lgan to'ralma allaqachon siyishga boshlab bo'lgan bo'ladi. Bu vaqtda ularning yutish sistemasi taraqqiy qilgan bo'ladi. Shunga ular cho'qim boshchi ichib oladi. Bu homilaning o'zining suyligini 6 oy ichganligi derak beradi. Ammo amaliyotda siz olgandek undaq ko'ngli elishkidek emas. Oldi bilan suydik mikrobsiz bo'ladi. U homilani kasal bilan yuqumlantirmaydi. Suydik orqali badan sirtiga chiqarib o'tilmoqchi bo'lgan keraksiz moddalar, masalan, ortiq azot elementi qatorliqlarni homilning suzveli sistemasi suzvelab, uni kindik beg'i orqali ona tiniga to'shab, ondan badan sirtiga chiqarib o'tadi. Undaqda cho'ng tarat orqali chiqarib o'tilgan keraksiz moddalar-chi, buni o'xshash onamiz biz uchun bir taraf qilib beradi. Yemeklik homiliga yetib berishdan burun onlar oldi bilan dastlab qadamda hazm qilib, shakar, oqsil qatorliq uzuqlik moddalarni o'z qoniga sumir oladi. Onni kindik orqali bu uzuqlik moddalarni bevosita homiliga yetkazib beradi. Shunga ko'p sonli hazm qilishdan paydo bo'lgan keraksiz moddalar ona tenida qoladi. Lekin homilning hazm qilish sistemasida hech nima yo'q emas. Masalan, 3 yo'ldan ajrab ketgan ustunki teri hujayra qoldiqlari qatorliqlar. Inchi kuchayda o't kislotasi tarafidan parchalangandan keyin shilimshiq modda hosil bo'ladi. Mana bu homilning cho'ng tariti. Ammo bu yerda o'ltirganlarga o'xshamaydi. Homilning 3 yo'lda asosan bakteriya bo'lmaydi. Shunga 3 yo'ldagi moddalar parchalanmaydi. Bu kichik kuchayda shakllangan yeshil yepishqoq mikrobsiz moddalar bu vaqt tug'ilgandan keyin bu vaqtning tunji zakisida qoladi. Bu ularning hayotidagi tunji shundaqla eng oxir qatimliq pokiz cho'ng tariti hisoblanadi. Haqiqatan sirliqmikan? Bu san mazmun musharra yaqlashdi. Mazmunlarimiz yoqtirsangiz yulduz belgisi besib qo'ying. Qo'llash shunchalik